Sedanachi milliy brendining tabiiy mahsuloti Prostamix 13 giyohdan tayyorlangan va u immunitetni mustahkamlaydi, ikkilamchi bepushtlikda yordam beradi, prostata bezini sog'lomlashtiradi, shuningdek peshob ushlab tura olmaslik kabi erkaklarda ko'p uchraydigan muammolarni bartaraf etadi. Turfa olam sizga faqat sinalganini tavsiya qiladi. Hoziroq buyurtma berish uchun 55 kodi bilan 513 99 99 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Union agentligining axborotiga ko'ra, Rossiya 2-oktyabrga o'tar kechasi Ukrainani elektr energiya ta'minot tizimiga dahshatli zarba yo'llab, Ukrainaning 3 viloyatini elektr energiyasidan uzib qo'ygan. Hafta ko'zgusi agentligining tasdiqlashicha, Rossiya armiyasining 2-oktyabrga o'tar kechasi bergan zarbasidan keyin Dnipropetrovsk, Chernigov va Sum viloyatlari butunlay elektr energiyasidan uzilib qolgan. Kiyevning xavotiriga ko'ra, yuqorida eslatilgan hududlar aholisi yaqinda ichimlik suvi muammosi bilan ham to'qnash kelishi mumkin. Boisi aholini suv bilan ta'minlovchi kanal generatorlar yordamida ishlaydi. Generatorlarning faoliyati uchun esa elektr energiyasi kerak bo'ladi. Hafta ko'zgusini bildirishicha, Zelenskiy Dnipropetrovsk, Chernigov va Sumi viloyatlariga elektr energiyasi yetkazib berish uchun butun mamlakat bo'ylab grafikli energiya berish tizimini yo'lga qo'yishni taklif qilgan. Bu degani bundan keyin muammo bartaraf etilgunga qadar butun Ukraina bo'ylab elektr energiyasi qat'iy belgilangan grafik asosida beriladi degan gapdir. Hafta ko'zgusi agentligining Kiyevdagi bosh shtabga tayanib ma'lum qilishicha, Rossiya 2-oktyabrga o'tar kechasi Ukrainaning energiya tizimiga birinchi marta Yarsk aro ballistik raketasi orqali zarba yo'llagan. Kimgadir yangilik bo'lsa eslatishimiz mumkin. Yarsk aro ballistik raketasi 22,5 metr uzunlikka va 46 tonna og'irlikka ega bo'lib, u 12,000 kilometr uzoqlikdagi nishonlarni xaritadan yo'q qilish imkoniyatiga ega va Kiyevdagi bosh shtabning taxminiga ko'ra, Rossiya 2-oktyabrga o'tar kechasi Ukrainaga aynan shu Yarsk raketasi bilan zarba berdi. Endi Fransiyani kutilmaganda Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyenga qarshi chiqqaniga oid axborotga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. La Parisien agentligining xabar berishicha, 1-oktyabr kuni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ursula von der Leyenni Kiyevga 140 milliard yevro pulni Moskvani muzlatilgan aktivlaridan berish to'g'risidagi qaroriga qarshi chiqqan. Macronga ko'ra, agar Rossiyani g'arbda muzlatib qo'yilgan pullari Ukrainaga beriladigan bo'lsa, u holda Yevropa ittifoqi o'zi bilgan holda xalqaro huquq normalarini buzgan hisoblanadi va bu harakat Rossiyaning javobiga sabab bo'ladi. Macronga ko'ra, Yevropa ittifoqi davlatlari hududida faoliyat olib borayotgan yuzlab kompaniyalarning aktivlarini Putin, Baydenga va Bryusselga javoban muzlatib qo'ygan. Bordi-yu Yevropa hozir Moskvani pullarini olib, ularni Zelenskiyga bersa, Putin ham Yevropa kompaniyalarining barcha aktivlarini Moskva hisobiga musodara qiladi qo'yadi va bundan Amerika Qo'shma Shtatlariga talpinayotgan Ursula von der Leyen emas, balki Yevropadagi kompaniyalar zarar ko'radi. Shunday ekan, Parij Bryusselning ushbu qaroriga o'zini qarshi ekanini e'lon qiladi. Eslatib o'tamiz, 1-oktyabr kuni Germaniya kansleri Friedrich Merz bilan Ursula von der Leyen orasida jiddiy ziddiyat boshlangan. Britaniyaning Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, Germaniya kansleri Friedrich Merz Ursulani ittifoq a'zolariga talablarini aqlsizlik deya nomlab, Ursula von der Leyendan Yevropa ittifoqi tarkibidagi davlatlarning ichki siyosatiga umuman aralashmaslikni talab qilgan. Friedrich Merzning o'z bayonotida bildirishicha, Ursula Washingtonni ko'rsatmasiga ko'ra mudofaa, savdo-sotiq va albatta yashil energiya bo'yicha ittifoqning barcha a'zosiga bajarib bo'lmas talablar qo'ygan. Va Friedrich Merzning nuqtali xulosasiga ko'ra, Yevropa davlatlari o'zini qanday boshqarishni, shuningdek, o'z mudofaasi uchun qancha pul ajratishni o'zi hal qiladi. Ursulani hech kimga buyruq berib, talab qo'yishga haqqi yo'q. Bloomberg agentligiga ko'ra, so'nggi kunlarda Ursula von der Leyen o'z o'rnini saqlab qolish uchun Oq uyga sodiq xizmat qilgan kishi bo'lib, Yevropa ittifoqi mamlakatlariga juda og'ir talablar qo'ya boshladi. Bu esa Friedrich Merzga yoqmadi. Eshitmaganlar uchun yana bir katta eslatma. Sal oldinroq Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Ursula von der Leyenni ovoz berish yo'li orqali o'tirgan taxtidan ag'darishni, aniqrog'i Bryusseldan eshakka teskari bog'lab haydab chiqarishni taklif qilgan
edi va bu taklifga 1-oktyabr kuni Germaniya ham qo'shildi. Aytgancha 1-oktyabr kungi o'z bayonotida Viktor Orban Ukraina haqida hayratlanarli faktlarni e'lon qildi. Orbanga ko'ra, Ukraina hech qanday suveren davlat emas. Uning aholisiga pensiyani, armiyasiga pulni Bryussel bermoqda va agar Yevropa ittifoqi pul berishni to'xtatsa, Ukraina shu kunning o'zida davlat sifatida mavjud bo'lishdan to'xtaydi. Bu gapga esa Zelenskiyni tushungani aniq. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.